Bir ukamiz bor edilar. Yaqinda men ularni Xitoyga olib ketaman dedim. Bizda ishlashlari kerak edi. U aytdi menga, aka men Xitoyga borib ishlab qancha pul topaman dedi. Agar men O'zbekiston bilan bir xil pul topsam, Xitoyga borishim keragi yo'q-ku deb aytdi va men unga shu joyda aytdim. Ya'ni Xitoyga borib ishlash bu issiq o'rindan kechib, u yoqda sovuq ishda ishlash degani emas. Umuman o'zi musofirlikda ishlash bu juda bir qiyin holat emas. Faqatgina o'sha borgan joyingizni tilini, madaniyatini va o'sha yerda o'zingiz davlatingizdan rivojlangan davlatni tanlasangiz, naborot o'sha musofirlik sizga foydali bo'lishi mumkin. Naborot u yerda siz O'zbekistondan ko'ra kamroq oylikka yashashga rozi bo'lishingiz kerak. Chunki men u bolaga ham aytdim. Qarang dedim, siz hozir Xitoyga borsangiz, O'zbekistondan deyarli kamroq oylik olsangiz ham rozi bo'lib ishlashingiz kerak. Chunki ertaga farzandlaringiz o'sha yerda tug'ilsa, o'sha yerda o'ssa, o'sha yerda ta'limini olsa, o'sha yerning tilini o'rgansa, yaxshi-ku deyapman, rostdan ham. Bir tilni universitetda yoki bir uchebniy sentrda o'rgangandan ko'ra o'sha yerda Xitoylarning ichida yurib xitoychani o'rgansa, yana ingliz tilini o'rgansa, yana boshqa madaniyatlarni o'rgansa, u farzandlarimiz qanaqa kuchli bo'lishi mumkin. O'shaning uchun har doim musofirlikka chiqish bu haligi qora ishda ishlash, u yerda hech narsani ko'rmasdan bitta xonaga 8 kishi yotib, faqatgina qora terga bo'ylanib ishlab O'zbekistonga qaytib kelib yurish kerak degani emas. Ayni musofirchilikda ham o'zingiz ko'p narsani o'rganib, o'sha yerda naborot rivojlangan davlat bo'lganligi uchun u yerda kam oylik olsangiz ham o'sha yerda qolishga harakat qilish kerak. Ya'ni juda ham ko'p orzu bo'lgan narsalar u yerda odatiy hol. Masalan, Hilton mehmonxonasiga O'zbekistonda qancha odam borib kirgan? Hilton Urvinidagi mehmonxonaga Xitoyda biz 2 kunda bir kiramiz. Mehmon olib kiramiz yoki bir kuzatishga kiramiz, boshqa undan keyin u holatda kelgandan keyin Hilton mehmonxonasiga kirib hech kim dovdirab qolmaydi. Ya'ni Xitoydan kelganlar, to'g'rimi? Yoki masalan, inomarka mashinalar. Erta biz har kun ko'chada inomarka mashina ko'ramiz. Shuning uchun O'zbekistonga kelgandan keyin kimdir parlatib mashinani haydab ketsa ham qarab qo'ymaysiz. Nimaga? Ko'zingiz to'yib bo'lgan o'zi-ku, har kuni ko'rasiz mashinalarni. Aynan mana shular uchun ham chet elda yashash kerak. Chet elda agar yaxshi ish chiqadigan bo'lsa, men ketish kerak deb taklif beraman, chunki ko'p narsalarni siz odatiy sifatda qabul qilasiz, oddiy hol sifatda qabul qilasiz. 5 qavat, 6 qavatli mostlarni ko'rib, "Wow" demaysiz. Bu oddiy shaharsozlikdagi bo'lishi kerak bo'lgan oddiy holatlar deb qabul qilasiz. Va bu narsa ertaga albatta O'zbekistonimizni rivojlantirishga, farzandlarimiz yaxshi ta'lim olishiga va ular ertaga o'sha nimalardir o'rganib kelib O'zbekistonda qo'llashiga albatta bu zo'r foyda beradi. O'shaning uchun yoshlikda, kuch borida, oilada sharoit bo'lgan holatda bemalol shu chetga chiqib, chetda ishlab, chetda o'rganib, o'sha yerda hayot kechirishni men maslahat beraman.